Hammasiga Pinterest aybdor. Meni aybim yo'q. Xullas Pinterestda mana shunaqa referens ko'rib qoldim. Meni ham xonamda xuddi shunaqasidan bo'lish kerak deb hisobladim va bugun borib shaxmatni doska sotib oldim. Kerak shu menga, to'g'rimi? Kerak. Mana shaxmatni doskami. Shaxmat donachalarini yopishtirish uchun mana shunaqa kley oldim. O'ylaymanki, hammasi cho'tki chiqadi. Tvaring chudisa. Eng birinchi mana shu o'rtasini yopishtirib olish kerak. Kerakmi menga? Narda o'ynasa bo'lar ekan. Vau, narda o'ynasa bo'lar ekan bunda. O'zim shaxmatni umuman tushunmayman. O'shaning uchun hozir qanaqa qilib terib, dekor qilishga aqlim yetmayapti. Короче, men nima qilib termoqchiman. Bilchillab ketdi-ku. Qo'lim yopishib qoldi. Rasmdagidek gapirmayman bo'pti. O'rtoqlar, chiroyli kompozitsiya chiqyapti, lekin bu yerda oqlar yutyaptimi, qoralar yutyaptimi men bilmayman. Qolganlarni mamiyatga yopishtirib tashlasam-chi? Vau.